İnsaniyat tarixida kamdan kam uchraydigan talant egisi. U bo'lsa-mu Da Vinci. Har tarafdan talantli, ko'p iqtidorli, to'liq saqlanib qolgan qo'l yozmasi taxminan 6000 bet. Einstein mundaq deb qaraydi. Da Vinci'ning fan tadqiqot natijasi agar ayni vaqtda e'lon qilingan bo'lsa, fan texnika 30 yildan 50 yilgacha ilgari surilgan bo'ladi. U fiziologik anatomiyasida yaqin zamon fiziologik anatomiyasining ajdodi deb qaralgan. Yer markaz ta'limoti qarta o'tirib qo'yilgan inkor qilish so'zi Koperniknikidan 10 necha yil burun bo'lgan. U suyuqlik besimini o'tirib qo'ygan. Tutashtirg'ish prinsipi va inersiya prinsipini bayqagan. Har xil harbiy qurollarni tadqiq qilgan. 5 xonalik maxfiy numr korpusini loyihalab chiqqan. Hatto 1993-yili bir oddiy uchquni yasab chiqqan. Uningdan boshqa haykaltarashlik, muzika, kashfiyot, binokorlik ishlariga mohir. Matematika, fizika, astronomiya, geologiya qatorliq fanlarni pishiq biladi. Ba'zilar Da Vinci'ni kelgusidan kesib o'tgan odam deyishdi. Uning ustiga uning eng chong muvaffaqiyati rasm chizish. U tabiatdagi eng go'zal tadqiqot obyekti odam badani deb qaraydi. Uning nodir asari Mona Lisa kamolatga yetgan san'at mahoratini namoyon qildi. Sirliq tus olgan bu maybuyoq rasmi kishilarni hayron qoldirdi. Uning ichida yoshiringan sirni texim tushangil bo'lmaydi.